Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Sizlarga birinchidan ajoyib shirinlikka retseptini beraman, marhamat. Bizga kerak bo'ladi 4 ta tuxum, chang soda, tuz, shakar va yarim piyola yog'. Men 1 litrdan oshiq tut soldim, o'zingizlar xohishingizga qarab. Aralashtirib olasizlar. Buni siri sizlarga ochaman. 1 stakan gazli suv qo'shib olasizlar. Shunaqa teshuvlari ko'p, rosa ham zo'r bo'lib chiqadi. Birinchiga o'xshab chiqadi. Soldik. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Qo'yilishiga qarab un sovirasizlar qizlar. Men suyuqroq qilaman, quyuq xohlamayman. Suyuqroq qilaman. Birinchiga quyuq suvga qarab un sovirasizlar. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Va men kakao soldim, shokoladni qilmoqchi edim. Ozgina kakao sovirdim. Yaxshilab aralashtiramiz birinchiga. Qumonlari ketishi kerak. Aralashtiramiz. Tindirib qo'yamiz yarim soat, 1 soatga qizlar. Omadim uzun ketadi video. Shunaqa teshiklari ko'p bo'lib juda ham chiroyli chiqadi. Birinchiga gazli suv qo'shsanglar. Birinchilarim chiroyli bo'lib pishyapti. Endi kremini qilib olamiz. Kremiga men qaymoq soldim, magazin qaymog'idan. Ozgina moloko sovirdim. Shirinni kamroq xohlaymiz biz, shirinni xohlamaymiz. Bunchikda yaxshilab aralashtiramiz. Quyuq krem bo'ladi bu. Bitta qavat solib, krem surib chiqamiz, taxlab chiqamiz usmus qilib. Mana surganman. Oxirida ustiga kakao sepdim. Xohishga qarab ham bezatasizlar. Xohishga qarab o'zingizlar chiroyli qilib bezatib olasizlar. Lekin juda ham mazali. Albatta ko'rishinglarni tavsiya qilaman qizlar. Shunaqa zo'r bo'ladi mazasi. Mana ichlari juda ham chiroyli, ko'rinishlari ham juda ham chiroyli chiqqan. Videoim yoqqan bo'lsa, kanalimga a'zo bo'lasizlar va like ayamasizlar. Hammaga rahmat.